Demak, 4-o'yin qonun qoidalari bilan tushuntirib o'taman. Bu o'yinni boshlashdan oldin o'yinimiz markazida turgan qutuvchani oldiga kelib, Reverem Show tangalaridan birini tanlaysiz. Tangani bir tarafida Reverem Show yozuvi bor va ikkinchi tarafida esa shakl ko'rsatilgan. Bu shakllar jami 11 ta, lekin har biri 3 tadan. 3 ta uchburchak, 3 ta to'rtburchak va hokazo. Bu shakllar yana sizlarda 3 kishidan jamoaga bo'ladi. Bilib turganingizdek, quti ichida 34 ta Reverem Show tangalari bor va ushbu tangalarning 33 tasida har xil predmetlar ko'rsatilgan. Tayyor bo'lsanglar, endi sizlar bilan birgalikda Reverem Show uchun 500 million so'm uchun yurishda davom etamiz. Biz ularni bekorga 3 tadan jamoaga bo'lganimiz yo'q. Hozir ishtirokchilar bir-biriga bog'langan holatda jamoaviy poyga o'ynashadi. 3 kishidan iborat 11 ta jamoa hozir bir-biriga qarshi poyga o'ynashadi. 11 ta jamoadan eng birinchi bo'lib 8 ta kelgan birinchi jamoalar keyingi o'yinimizga o'tishadi va qolgan 3 ta jamoa esa o'yinimizni tark etadi. Tayyor bo'lsanglar, men sizlarni finish chizig'ida kutaman. Urg'a! Hozir olib ketamiz deb o'yladim, lekin yarimida tezlashib chotki. Qo'yga, xullas. Keyingi 11 ta jamoadan 3 tasi o'yinimizni tark etdi va ularni tantanali ravishda kuzatib qo'ydik. O'yinda qolgan 24 ta ishtirokchi, ya'ni 8 ta jamoa bilan biz 5-o'yinga yo'l oldik. Va ularning oldinda aniq eng qiyin o'yinlardan biri kutib turibdi.